Biz esa quyoshdan himoyalovchi har bir mahsulotni SPF deb ataymiz. Bu esa xato. Bu sunscreen deb ataladi, ya'ni quyoshdan himoyalovchi krem deb ataladi. Bu nurlar hattoki DNK qatlamigacha yetib boradi va DNKni buzish ehtimoli ham bor. Shuning uchun biz aktiv quyosh nuridan juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Kimyoviy sunscreenlar bular teriga quyosh nurini qaytaradi va ularni issiqlikka aylantiradi. Kimyoviy sunscreenlar bular quyosh nurini yutadi va issiqlikka aylantiradi. Mana endi o'ylab ko'rishimiz kerak, qaysi biri bizni yuzimiz uchun afzalroq. SPFlarni yetarli darajada surmasak, bizni ular quyoshdan himoya qilisha olmaydi. Ko'pchilik SPF kremlarini emas, spreylarni tanlashadi. Bu esa bizni yetarli darajada quyoshdan himoya qilishga yetmaydi.